keyingi savolimiz. Assalomu alaykum domla. Talabalik davringizda qiziq voqealar bo'lganmi? Shu haqida gapirib bersangiz. Endi qiziq voqealar juda ko'p bo'lgan. Eng qiziqarlisi hali ichlarida hali Eng qiziqarlisi zo'ri bo'ladi. endi qiziqarlisi biz shu birinchi, ikkinchi kursda paxtaga chiqardik. Paxtaga chiqish davrida juda bir qiziq voqealar ko'p bo'lardi. Mana shu paxta biz paxta yig'im terida ishlaymiz. Juda qattiq talab bo'lardi. Kilogramm qilish uchun kechqurun dalaga hamma komanda chiqib borib boshqa joydan paxta o'g'irlab kelardi. Paxtani o'g'irlab xirmondan emas, terib kelardik. Haligi yaxshi ochilgan joydan boshqa brigadadan terib kelib, olib kelib topshirardi. Shunaqa qilib brigadamiz haligi mukofot bo'lardi, qo'y mukofoti, boshqa ko'p mukofotlar olganmiz. Shunaqa keyin esimda bor, haligi kilogrammda aniq qilish uchun ko'rak terardik. Ko'rakka turpoq qo'shib torttirgan paytlarimiz ham esimda bor. 2 kilogrammni oshirish. Shunaqa. Endi yana bitta anaqa, mana institutni bitirib kelib, o'sha birinchi assistentligimiz paytida talabalarni paxtaga olib chiqqanmiz. Quvaga borganmiz. Quvada endi o'zimizni yosh bo'lsa ham strogiy qilib ko'rsatish uchun haligi studentlar boshqalarga harakat qilganmiz. Lekin o'sha birinchi yili paxtaga chiqqan guruhlardan qizlarni ko'rib tanlab, oxiri shu bittasiga, starostasiga uylanib, mana hozir juda yaxshi yashayapmiz. 3 ta farzandimiz bor. Hammasi o'qigan, joylashgan. Xudoga ming qatla shukr. Anaqa talabaligimizda shu bir-birimizni yaxshi ko'rishib, shu Farg'ona politexnik institutini bitirgan qizga uylanganmiz. Davrash qiziq davrlar paxta davrida bo'lgan ekan. Eng qiziq davrlar paxta davrida bo'lgan. Sababi erta hamma bitta joyda turardi. Har xil anaqalar paydo bo'lganda. Yana bitta anaqa paxta davrida men energetika fakultetini dekanligimda talabalarni Yozamonga borganmiz. Yozamonda endi oxirgi payt, paxtani oxirgi paytida bir shtabdan menga telefon qilishdi, kelib ketasizmi? Borsam. Shu talabalarimiz o'zi ovqat qilib turgan qozonini o'g'irlab bozorga olib kelib, Kirgilidagi bozorga olib kelib sotib o'rgan ekan. Uni keyin yana kim o'g'irlaganini militsiya chaqirgan, начальникlar. Haligi militsiyalar kelib izlardan keyin kim o'g'irlaganini topib olgan. Keyin o'zimizda bolalar, o'zimizda yotgan bolalar o'zini qozonini olib kelib bozorda sotib anaqa qilgan. Keyin ularni qattiq anaqa qilganmiz, muhokama qilganmiz. Lekin o'sha hali aytganimdek talabalik safidan chiqolmaganmiz. Baribir ularga nima deydi? Imkoniyat berib. Lekin hozir yaxshi hammasi. Qayerda ko'rsa kelib ko'rishib, albatta kelib ko'rishadi. Albatta. Javobingiz uchun kattakon rahmat, domla. Bizda navbatdagi savolimiz. Assalomu alaykum domla. Sizga eng katta, eng esda qolgan talabangiz qanday bo'lgan? Hali ko'chada ko'rishib qolsak, "Ezinami bunaqa qiluvding?" deb
bir tergab qoladiganmi yoki yaxshi tomondan esda qolgan talabami? Menda ko'p talabalar faqat yaxshi tomonlari bilan esda qolgan. Esda qolgan sababi ular bilan masalan deylik, o'sha 3-4 men mutaxassislik kafedrasida ishlaganim uchun 3-4, 5-kursda uchrashganmiz. Ayniqsa ular bilan biz Moskva, Riga, Kiyev shaharlariga ilmiy ishlab chiqarish amaliyotiga borardik. Amaliyoti. Ular bilan o'sha yerda juda ko'plari bilan muloqot qilib, ular bilan xuddi aka-ukaday bo'lib anaqa qilganmiz. Hozirgacha juda ko'plari guruhlar kelib mana bu yerda institutimizda to'planishib, albatta chaqirishadi. Ayniqsa menga juda ko'p rus gruppalarimiz ko'p edi. Ular hozir ko'plari Rossiyada ishlashyapti, Germaniyada ishlashyapti, nemislar ham bor edi, boshqa Qirg'izistonda ishlayapti, Tojikistonda ishlayapti. O'shalar kelib, axtarib topib, rasmga tushib, institutda boshqada nima qilib eslashib ketganlari, yoshlik davrini eslab ketayotganlari juda ko'p. Bu mana shu muloqot menga juda ma'qul. Demak, shu talabalarni anaqasida bir yomonlik anaqa tushunchasi yo'q. Tushunchasi. Javobingiz uchun kattakon rahmat. Domla, bizda navbatdagi savolimiz: yosh avloddagi hayotingizdan olingan saboqlaringizga nima maslahat bera olasiz? Eng birinchi maslahatim o'sha institutga kirgandan boshlab astoydil bo'lib o'qish kerak. Kitobni ko'p o'qish kerak. Mana deylik, hozir internet, boshqa tarmoqlar bor. Ertadan kechgacha qarash uchun ham imkoniyat bor. Juda zo'r hozirgi sharoitda, ayniqsa tilni bilsa. Mana institutimizda ham qanchadan qanchasi Xitoyga ketyapti, Malayziyaga ketyapti, Germaniyaga ketyapti, Italiyaga ketyapti, Rossiyaga ketyapti. Stajirovkaga ketish imkoniyati bor. Bu faqat talabani o'ziga bog'liq. O'zi harakatchan bo'lib, institutni xilma-xil ishlarida ishtirok etib, nafaqat ilmiy anaqa bo'yicha har xil mana bu anaqa jismoniy, boshqa axloqiy, ijtimoiy aniq hayotlarda kim ko'p ishtirok etsa, u o'sib boradi. Shu har bitta sohadan o'sib boradi. Bu bitta ilm sohasi emas, tarbiyasi ortadi. Jamoatchilar bilan aloqasi ortadi. Men talabalarda eng avvalo bir-biri bilan muloqot qilishni yaxshi bilish kerak. Ayniqsa odamlar bilan muloqot yaxshi bo'lish. Mana magazinga kirsangiz, keling, nima xizmat deb turishadi. Bu hammasi ham aytavermaydi. Qo'li ko'ksida bir xilgina. Qo'li ko'ksida, shu bilan haligi joyda bir narsani olishga harakat qilasiz. O'sha yaxshi gap, yaxshi kutib olish, yaxshi muloqot u odamni, u bolani kelajagi. Albatta. Kelajagi. Undan tashqari bilimini oshirib, hamma sohadan bilimli bo'lsa, mana IT sohasidan ham obyektlardan bilish kerak. Ishlab chiqarishda o'zini sohasida ham nimalarda remont qilishdi, ularni konstruksiyasini o'rganishdi, ularni konstruksiya qilishdi, hammasini bilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Bilmasa, u ertaga o'sha sohada ishlayolmaydi. Keyin mana men ko'p ilmiy ishlar bo'yicha, prorektorligimda ilmiy ishlar bo'yicha anaqaligimda tadbirkorlar bilan ko'p ishladim. Ko'p narsani mana bu tadbirkorlardan o'rganishimiz kerak. Mana dual ta'lim deb energetika fakultetida dual ta'lim deb qo'ydi-yu. Bu dual ta'lim degani
borib tadbirkor bilan ishlagan, institutga kelib fanni ham o'rgangan degan narsada u tadbirkorlar bekorga tadbirkor bo'lgani yo'q. U hayotda juda ko'p urinib yaxshi anaqani sohani topib, shuni biznes qilib, keyin boyligiga ortgan. To'g'ri. Agar shu tadbirkordan ko'p narsani o'rgansak bo'ladi. To'g'ri. U narsa bo'ladi. Chunki ular uxlab yotmaydi. Ertalab saat turib o'sha ishiga borib, ishidagi yangiliklar qilishga, ishida keyinchalik mablag' keltiradigan yo'nalishda takomillashtirishga harakat qiladi. Bu talabalarga men ham shuni iltimos qilardimki, astoydil bo'lib hamma sohani o'rganishga, hamma sohaga kirib borishga harakat qilsa, u o'zi uchun zamin tayinlaydi, o'sish uchun. To'g'ri. Javobingiz uchun kattakon rahmat, domla. Qiynab qo'ymadingmi? Yo'q. Savollar bilan. Yo'q, men o'zi borini aytyapman. Hop, bizda keyingi savolimiz, navbatdagi savolimiz. Hozirgacha bo'lgan vaqtda tushungan haqiqatingiz. Endi hozirgacha tushungan anaqam, men bitta narsa bilan faxrlanaman. Shu 51 yildan beri shu institutda kelib, mana 75-yilda 50 yildan beri ish boshlagan bo'lsam, shu kungacha eng avvalo men talabani qo'liga qarab qo'yganim yo'q. Faqat to'g'ri ishlab, o'sha bergan oyliga oldin 100 so'm oylik berardi. Ba'zida yetardi, ba'zida yetmasdi. Ota-onamizdan olardik, boshqa qilardik. Lekin shunga chidab ishlab keldik. Tirishib, boshqa qilib keldik. Mana bizni institutimizda institut olimlarini, professor o'qituvchilarini oyligini oshganiga shu 10 yil bo'ldi-da. 10 yil bo'ldi. Shu 10 yilda keyin oyliklari oshib, endi sal bir oshiqcha to'plab, mashina olib, boshqa qilish, uylarini remont qilish ishlari ana bu. Men ham mana deylik o'sha 2013-yilgacha prorektor bo'lib ishlaganman. Hamma dekan soha, keyin ilmiy loyihalarda juda ko'p qilganman. Ilmiy loyihalardan oylik olganman. Lekin olgan oyligim mana shu o'g'illarni o'qitish uchun, qanaqalar uchun zo'rg'a to'g'ridan to'g'ri yetib keladi. Keyinchalik mana haqiqiy oyligimiz oshdi. Lekin men shu bilan faxrlanaman. Nimaga deganda, boshqalardan yolg'izlik qilmadim, boshqa qilmadim. O'g'illarim ham mana Xudo doim tepada ko'rib turar ekan. Kim to'g'ri ishlagan bo'lsa, hayoti yaxshi bo'lib, boshqa bo'lib, mana hozirgi kunda mana biz tengi o'qituvchilarimiz hammasi ishlayotganlar. Juda ham shu to'g'ri ishlaganidan xursand. Albatta. Javobingiz uchun kattakon rahmat, domla. Bu bizning so'nggi savolimiz edi. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, rahmat. Iltimosimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Ko'rsatuvimiz nomidan kichkina bo'lsa ham shu sovg'ani ko'p o'rnida ko'rasiz, domlaga. Rahmat. Men rahmat sizlarga. Shuni tashkil qilib boshqa qilganlaring uchun rahmat. Bu odamni ichidagi anaqalar. Men masalan birorta narsani o'ylab boshqa qilganim yo'q, hayotimdagi bo'lib o'tgan anaqalarda bor. Voqealarda olgan nima deydi? Bor tasavvurdagi bilim anaqalar bo'yicha gapirib berdim. Shunaqa. Lekin rahmat.